Assalamualaikum, hörmətli televizor görgüçülər. Dünya Uyğur Qurultayı Tor televiziyasının günlük xəbərlər proqramısına xoş gəldinizlər. Mən İftixar Abdurrashid. Hörmətli görürmənlər, tövəndə diqqətinizlər günlük xəbərlər proqramımızın təfsilatıdır olsun. Dünya Uyğur Qurultayı və Avropada aktiv fəaliyyət elib beriyotqan 15 Uyğur təşkilatının ortaq sahibxanlıq qilish bilan 13 may Janvada ötküzülgən zor köləmlik birləşmə namoyish və yürüyüş dərhal özünün gücünü göstərdi. Hazırga qadar Dünya Uyğur Qurultayı başçılığındakı Uyğur təşkilatlarının görüş tələbiga cavab verməy sükut qılıb turub alğan BDT kişilik hüquq Ali komissarı Michelle Bachelet xanımның işxanası bugün, yəni 16 may düşdən keyin Dünya Uyğur Qurultayının rəisi Dolqun Aysa, Qurultay İcraiya Komiteti rəisi və Uyğur kişilik hüquq quruluşunun direktori Ömer Qanat, Uyğur Hərəkəti təşkilatının rəisi Roshan Abbas, Qurultay Qanun Komitetinin müdiri Mehmet Toxti, Qurultayның bayanatçısı və Qurultay Ayollar Komitetinin müdiri Zümrətay Erkin, Uyğur Ədliyyə Arxiv Ambırının baş katibi Adilcan və Uyğur Kişilik Hüquq Quruluşunun proqram yetekçisi Peter Evelnerdən tərkib tapqan heyət bilan tor arqılıq məxsus söhbət elib berib, ularning BDT Kişilik Hüquq Ali komissarı Michelle Bachelet xanımdan kütüdüğən konkret tələblərini anlatmaqçı. 13 may Janvadagi BDT Kişilik Hüquq Kengişinin aldida ötküzülgən namoyish jarayonida Dolqun Aysa əpəndim başçılığındakı bir grup heyət məzkur kengişinin xadimiga chet eldagi 60dan ortiq Uyğur təşkilatının imza qoyushi bilan hazırlanğan tələb xətini Uyğur Kişilik Hüquq Quruluşu tərəfindən aniqlab chiqarilgan turmalarda və jazo lagerlərdə beguna tutub turilayotgan 480 nəfər Uyğur sərxillərinin tizimlikini, shundaqla Uyğur Ədliyyə Arxiv Ambır tərəfindən aniqlab chiqilgan 7000 nəfərdən ortiq g'oyib bo'lgan Uyğurning tizimlikini topshirib bergan edi. Dolqun Aysa başçılığındakı Uyğur heyətinin bugün BDT Kişilik Hüquq Ali komissarı Michelle Bachelet xanımның işxanası bilan ötküzgən söhbətinin təfsilatını keyingi qitimliq proqramımızga huzuruңlarga təqdim qilamiz. Dünya Uyğur Qurultayının sahibxanlığı və hər qaysı əllərə qarindosh təşkilatlarımızın qo'llashida bu yil 5 ayının 26 kunidan 28 kunigacha Germaniyaning Myunxen shahrida chaqirilgan 2-ci navbatdagi Sharq Turkiston Milliy Kengashining tayyorlik xizmatlari asos jihatdan tamomlandi. Myunxen shahrida yashayotgan Uyğur qarindoshlarimiz dunyoning har qaysi ellaridan keladigan vakillarimizni loyiqada kutilish uchun jiddiy safarbarlik olib bormoqda. 15 may yakshanba kuni kechda 2-ci navbatdagi Sharq Turkiston Milliy Kengashi tayyorlik komiteti yig'in chaqirib, mazkur kengashning tayyorlik xizmatlarini ko'zdan kechirish bilan birga kengashning konkret kun tartibini bekitib chiqdi. Bu navbatlik Milliy Kengashning 26 may o'tkaziladigan ochilish murosimiga Chexiya parlamentining muavin raisi, Germaniya, Fransiya va Kanada parlamentining ba'zi a'zolari, Uyghur Sot kollegiyasining bosh sotchisi, xalqaroliq mashhur qonunshunos Jeffrey Nice əpəndim və xalqaroliq kişilik hüquq təşkilatlarının məsulları qatnaşıdı. 2-ci növbətdəki Sharq Turkiston Milliy Kengashi tayyorlik komitetinin istansimizga bildirishçə, hazır qadar 20dan ortiq dövlət fəaliyyət elib beriyotgan 70dan ortiq Uyghur təşkilatının asosliq məsullari, Uyghur tədqiqatçı və olimlar, diniy ulamolar, tonilgan jamoat arboblari və hər soha zotlardan bo'lib jami 200 nəfərdən ortiq vakil özlərinin Germaniyaning Myunxen shahrida chaqirildigan 2-ci navbatdagi Sharq Turkiston Milliy Kengashiga bevosita kelib qatnashadiganligini bildirgan. Mustabid Xitoy hokimiyatining Sharq Turkiston Uyg'urlarni asos qilgan yerlik xalqlarga qarta rahimsizlik yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikni to'sib qilish uchun umumyuzlik harakatga o'tish asosi nishon qilingan va 3 kun davom qilgan yig'in jarayonida 30 nafarga yaqin Uyg'ur tadqiqotchimiz va siyosiy faoliyatchilarimiz milliy da'voyimiz navbatda duch kelgan jiddiy masalalar haqida o'xshamagan temalarda doklad taqdim qiladi. Yig'in qatnashgan tashkilot rahbarlari bilan yumaloq ustida suhbat o'tkazilib, Uyg'ur tashkilotlari o'rtasidagi hamkorlik va ish taqsimoti haqida muzokara elib berildi. Shundaqla har kunlik yig'in oxirida vakillarimizning da'voyimizga munosabatli taklif fikrlari anglab o'tildi. Mustabid Xitoy hokimiyatining Sharq Turkiston ta'sis qilgan jazo lagerlarining mohiyatini va Xitoyning Sharq Turkiston Uyg'urlarini asos qilgan yerlik xalqlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligi va insoniyatga qarshi jinoyatlarni dunyoga fosh qilishda muhim rol o'ynagan qozoq lager shoidimiz Sayragul Savitbay xonim Nuremberg kishilik huquq mukofotini 15 may yakshanba kuni Nuremberg teatrida o'tkazilgan ko'rkamlik bir murosimda Nuremberg shahar boshlig'i Markus König әпәндimning qo'lidan topshirib oldi. Murosimda Germaniyaning tunilgan donglik artisti Laudatio Iris Berbin xonimning chiqib Sayragul Savitbay xonimga gul taqdim qilishi Germaniya matbuotlarining kuchli diqqatini qo'zg'adi. 15,000 yevro qiymatidagi Nuremberg kishilik huquq mukofoti Germaniyaning eng nopuzli kishilik huquq mukofotlarining biri bo'lib, 1995-yildan buyon har 2 yilda bir qitim tarqatilib kelingan mazkur mukofot 2021-yilda lager shoidimiz Sayragul Savitbayga loyiq ko'rilgan. Ammo korona vabosi sababidan mukofot tarqatish murosimi bu yil kechiktirilgan edi. Germaniyadagi har soha zotlari qatnashgan mazkur murosimda Sayragul Savitbayning yo'ldoshi va 2 farzandimi birga bo'ldi. Dünya Uyğur Qurultayının bayanatçısı və Qurultay Berlin işxanasının direktori G'ayur Qurban,
Qurultayning program yetakchisi Eva xonim va Yevropa Sharq Turkiston birligining raisi Asqarjon apandi qatorliqlarni mukofot tarqitish murosimiga qatnashib, Sayragul Savutbay xonimning shodligiga o'rtoq bo'ldi. Nuremberg kishilik huquq mukofotini baholash hay'ati 2021-yili 15 ming yevroluq mazkur mukofotni Sayragul Savutbayga berishni qaror qilgandan keyin Xitoy hukumatı buningga qattiq norozilik bildirgan va Nuremberg shahri bilan Xitoyning Shenzhen shahri o'rtasida tuzilgan qarindosh shaharlik anglashmasini bekor qilganligini jakarlagan edi. Bu qitimqi mukofot tarqitish murosimi jarayonida G'ayur Qurbon va Eva xonim Qurultay nomida murosim o'tkazilgan teatrxonaning oldida tashviqot munbiri qurib, Xitoyning Sharq Turkiston xalq ustidan yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligi haqida tashviqot faoliyati olib bordi. Dunyo Uyg'ur Qurultayining raisi Dolqin Aysa apandim bu munosabat bilan istansimizga qilgan so'zida Cesur lager şahidimiz Sayragul Savutbay xonimning Nuremberg kishilik huquq mukofotiga erishganligidan cheksiz xushallik tushunganligini va iftixorlanganligini ifoda qilish bilan birga, Sayragul Savutbay xonimning Xitoyning shuncha qattiq tahdid va besimlarga bo'yin egmasligini, Xitoy zulmini xalqaro jamoatchilik fosh qilishni izchil holda davomlashtirib kelganligini, uning haqiqiy bir erkinlik qahramoni ekanligini alohida ta'kidlab o'tdi. Amerika Tashqi ishlar ministrligi yaqinda davlat majlisiga yo'llagan dokladida Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan qo'rqinchli dafsanchilikka qarshi besimni kuchaytirganligini, Amerikaning huquqiy va boylik manbasini ishlatib majburiy emgakni to'xtatganligini bildirgan. Amerika Bloomberg xabarlar agentligining xabar qilishicha, Amerika Tashqi ishlar ministrligi sezgur ammo maxfiy emas deb belgi qo'yilgan dokladida Amerikaning irqiy qirg'inchilikka uchragan Uyg'urlar duch kelgan muomalaga bo'lgan andishlarini qandoq o'tirib qo'ydiganligini tushuntirgan. Dokladda aytilishicha, bu masalaning boshqa davlatlar, sanoatlashgan 7 davlat guruhi va xususiy shirkatlar bilan bo'lgan shug'ullarda o'tirib qo'yildi ekan. Dokladda Amerika hukumatı Shinjongdagi majburiy emgakka qarshi turishda o'zining huquqiy va boylik manbasini to'liq qo'llandi deyilgan. Dokladda bo'libmi qattiq nazorat, majburiy nüfus kontrol qilish tadbirlari, bolalarni oilasidan ayirib etish, keng ko'lamli tutqun, qiyin qistoq va majburiy etnik va diniy assimilyatsiyaga qarshi turadiganligi ta'kidlangan. Dokladda yana Amerikaning Sharq Turkistondagi majburiy emgakdan foydalangan shirkat va apparatlarni aniqlab chiqadiganligi, shirkatlar bilan hamkorlashib ta'minlash zanjirida sagak bo'ldiganligi, butunlay yoki qisman bo'lsa-mu Sharq Turkistondagi majburiy emgakda qizilgan, ishlab chiqarilgan yoki yasalgan mahsulotlarning Amerikaga kirishining oldini oldiganligi ta'kidlangan. Bu Amerika hukumatining tunji qatim Uyg'urlar masalasida qanday siyosat tutadiganligini atrofli va konkret tushuntirishidir. 12 may Amerikaning Belgiyadagi elchixonasining sohibxonlik qilishi bilan Belgiya poytaxti Bryusseldagi axborot saroyida Xitoy hokimiyati tomonidan og'ir qamoq jazosiga mahkum qilingan Gulshan Abbosning kechmishlari asosida ishlangan Hadamni izlab nomli film ko'rsatilgan. Mazkur filmning tushuntirishiga Uyg'ur siyosiy aktivlaridan biri bo'lgan Roshan Abbosning hadisi Gulshan Abbos Xitoy hokimiyati tomonidan jazo lagerlariga qamalgan 1.800.000 bilan 3 million orasidagi Uyg'urdan faqatla birisi degan jumla qo'shimcha qilingan. Filmning qo'yilish murosimiga bir qism davlatlarning diplomatlari, kishilik huquq faoliyatchilari va Yevropa parlamentining a'zolari bo'lib ko'p sonli kishi qatnashgan. 90 minutga yaqin davom qilgan filmning qo'yilish murosimidan keyin Bryusseldagi danglik siyosatchi, Belgiya Islohchilar harakatining a'zosi va Yevropadagi ayollar huquq kurashining aktivlaridan biri bo'lgan Vivinia Teitelbaum xonim bilan Markaziy Washingtondagi Uyg'ur harakati tashkilotining direktori Roshan Abbos xonimlar faoliyat ishtirokchilarining va muxbirlarning jazo lageri ham majbur emgakka doir savollarga javob bergan. Belgiya parlamenti xalqaro komitetining raisi Nima Hari bu faoliyatga riyosatchilik qilgan. Aziz ko'ruvchilar, yuqorida Dünya Uyg'ur Qurultayı Tor televiziyasining kunlik xabarlar programmasini diqqatingizga sundik. Keyin qitimli programmamizda ko'rishaylik. Aman bo'lgaysizlar. Stansimizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.